Salom do'stlar. Bugungi videoroligimizda eng ko'p uchraydigan muammo motor qaltirashi haqida gaplashamiz. Agar mashinangiz xalostoyda yoki harakatda titrayotgan bo'lsa, bu jiddiy signal bo'lishi mumkin. Birinchi sabab dvigatel podushkasi. U yorilgan yoki yumshagan bo'lsa, motorning barcha vibratsiyasi kuzovga o'tadi va mashina qaltiraydi. Ikkinchi sabab svechalar. Ular ifloslangan yoki eskirgan bo'lsa, bitta silindr ishlamaydi. Shunda motor notekis qaltirab ishlay boshlaydi. Uchinchi sabab bobina. Bobina kuchli uchqun bermasa, silindr to'g'ri yonmaydi va titrash paydo bo'ladi. Keyingi sabab forsunka. Iflos forsunka yoki to'g'ri sepmasdan ishlayotgan forsunka motor aralashmasini buzadi va xalostoyda notekis ishlay boshlaydi. Agar yuqoridagi sabablarning hech biri kuzatilmayotgan bo'lsa, demak bu jiddiy muammo. Kompressiya pastligi. Bu kalso, klapan yoki silindr yeyilish bo'lishi mumkin. Natijada motor kuchsizlashadi va titray boshlaydi. Motor titrayotganini e'tiborsiz qoldirmang. Ko'p hollarda oddiy muammolar bo'ladi, lekin vaqtida tekshirilmasa, katta xarajatlarga olib kelishi mumkin. Videoni yoqtirgan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib va kommentda fikringizni qoldiring.